Hammaga assalomu alaykum. E'tiboringlar markazida Zikr 009 avtomobili. Mashinamiz 140 kilovatli batareya bilan jihozlanib, to'liq quvvatda 822 km masofani bosib o'ta oladi. Bu mashinamiz ikkita elektr dvigatel bilan jihozlangan, ya'ni 544 ta ot kuchi 0 dan 100 gacha 4,5 sekundda tezlasha oladi. Ushbu avtomobilimiz orqa eshiklari elektron tarzda ochilib yopilish funksiyasiga ega. Oldi eshiklarida bo'lsa besklyuchovoy dostуп va davodchik tizimlari bor. Mashinamizning komforti nafaqat orqa o'rindiqdagi odamlar uchun, balki shoferda ham juda ko'p qulayliklar bor. Ya'ni multifunksional rul, katta monitor, butun salonni upravleniyasi, Yamaha audio sistemasi va shunga o'xshagan juda ko'p fishkalari mavjud. Orqa o'rindiqdagi yo'lovchilarimiz safarda zerikib qolmasligi uchun ushbu avtomobilimizda katta monitor, sideniya massaj, abduf, abagrev va shunga o'xshagan tizimlar mavjud. Avtomobilimizni hattoki bagaj qismi ham elektroprivodga ega. Zavodskoy Zikr original poliklari qo'shimcha tarzda beriladi. Kimni ushbu avtomobil qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol bizga Trianon Motorsga murojaat qilsangiz bo'ladi. Ha aytgancha, ushbu avtomobilimiz Trianon servisida 2 yil kafolatga ega.